Bugun sizlar bilan devichxonlar yo'qdan bor qilamiz. Uyimizda go'sht, sabzi, piyozlarimiz qolmabdi. Xo'jayinimga telefon qilib, olib kelib bering degim keldi, lekin ishlaridan qolmasin deb uydagi bor narsalardan eplama bo'lsa ham ovqat tayyorlashga qaror qildim. Birinchi bo'lib 5-6 ta kartoshkalarimizni archib, qozonga qaynatishga qo'ydim. Kartoshkalar tezroq pishishligi uchun mayda qilib to'g'rab oldim. O'zi bizda obed vaqti ham bo'lib qolgandi. Kartoshkalar pishgunicha yana biron narsa o'ylab orarman yoniga deb uy tozalashga tushdim. Yo, rostdan ham ishonasizlarmi, nima ovqat qilsam ekan degan o'yni bir kun oldindan o'ylashni boshlayman. Faqat menda shunaqami, yo sizlarda ham shunaqami devichxonlar shu haqida kommentariyaga yozib ketinglar, men uchun qiziq. Qizlarimni qaranglar, bittasi nimani ushlasa, ikkinchisi ham borib o'sha narsani ushlab, o'shani berasan deydi. Bu nima bola, hamma bolalarga tekkan kasallikmi? Kartoshkalarim yoniga nimadir shirik qilishim kerak edi. Qarasam, guruch bor ekan. Guruchni oldimda yaxshilab tozalab, uni yaxshilab yuvib, nima qilishni bilmadim to'g'risi. Qovurishdan boshqa ilojim yo'q ekan, chunki aytgandek go'shim ham hech narsam qolmagan. Xo'jayinim ham epli xotin olasanmi, sepli xotin olasanmi deganda birinchi eplisini, keyin seplisini olgan ekan. Mana endi qaranglar, epli xotin bo'lib bir pasda bir narsalarni o'ylab gatov qo'yardim. Voy devichxonlar, yana o'ylamanglar, xo'jayinning ikkita ayoli bor ekan deb. Eplisi ham, seplisi ham o'zimman. Qarasam kartoshkalarimiz ham pishib qopti. Hammasini laganchaga oldimda issiqligida ustidan sut quydim, ozgina sariyog' quydim-da yaxshilab ezib, ozgina tuz aralashtirib oldim. Hamma narsani ozgina debman, xohlasanglar sizlar sozgina qilib qo'shishinglar mumkin, lekin men o'zim tuzini ozroq pasiyman. Voh, bu guruchlarni qaranglar, shunaqangi sariyog'ni hidi kelyapti, ishonasizlarmi? Ishtahalarim ochilib ketdi. Ana endi mana shunday ko'rinishda bezatib oldim-da, atrofiga kartoshka pyurelarni qo'yib, uyimda mana shu ko'katgina qolgan ekan, shuni atrofiga chiroyli qilib terib, ustidan mozzarella sirlarini sepib qo'ydim. Qani bir baho beringlarchi, yoqsa 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar. Xafa bo'lish yo'q, tez ko'rishib turishligimiz uchun like bosib, podpiska qilishni unutmanglar.